Assalomu alaykum YouTube doshlar. Xo'p, sizlarga bugun men o'zimizni qilgan loyihamizni, ya'ni shu 113 kvadrat metrlik kvartiramizni o'zgacha tarixi bilan, ya'ni tushuntirib ko'rsatib bermoqchiman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, dizaynni qanaqa qildik, qurilishi nima bo'ldi va narx-navolar to'g'risida ham gapirib o'tishga harakat qilamiz. Marhamat, boshladik. Xo'p, avvalo kirishdan boshlaydigan bo'lsak, har doim prixojniy zonani biz mana shunaqa kafelniy отделка bilan ishlab ketamiz. Bundan tashqari bizda alohida kirish chiqish uchun kiyimxona ham mavjud. Endi bu kvartiramizni boshidan o'zi eng qiziq joylari bor. Bunaqa qiziq joylardan bittasi har doim uydan chiqadigan vaziyat uchun biz mana bunaqa katta tosh oyna ishlatib ketamiz. Bu tosh oynani ko'rayotgan bo'lsanglar, eng birinchi vazifasi uydan chiqayotganinglarda har doim kechaginglarni to'g'rilab, ya'ni ko'chaga chiroyli holatda chiqish. Buni bizda ikkinchi vazifasi bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, xuddi papalovkacha bo'lgan mana shunaqa alyumin profilli invisible eshiklardan foydalanganmiz va bu eshikning orqasida bo'lsa bizani mana shunaqa chiroyli umumiy sanuzilimizni kutib oladi. Ya'ni kelgan mehmon hech qachon bilmaydiki, agar siz o'zingiz yetmasangiz, bu yerda sizda alohida umumiy sanuzil borligini. Bu sanuzilimizni yana bitta ham arzonchiroq, ham effektivniy ko'rinadigan joyi, suv tegmaydigan joylarni hammasini mana shunaqa krashinning tortma tiyagalar bilan mana shunaqa dizaynda neoklassik stilda qilganmiz. Bu ham juda ham chiroyli effekt berib turibdi. Bu yoq tarafda bo'lsa, bizda aynan suv bo'ladigan joyda alohida mana shunaqa kafeldan kompozitsiya ishlab qo'yganmiz. E'tibor bering, visachi unitazlarimizni tepasida ham mana bunaqa bizda shkaf bor. Faqat bu shkafning orqasiga biz nima bekitganmiz? Ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa santexnitskiy burchagimizni, to'pli polli uchun kollektorlarni hammasini shu yoqqa bekitib ketganmiz. Kirgan mehmon javob beraman, haligi bu yerda bunaqa narsalar bor deb o'ylamaydi. Xo'p, keyingi xonaga kiradigan bo'lsak, keyingi xona ham aynan shu prixojniy holimizni kompozitsiyasi bilan bog'liqda. Qaranglar, mana bu devori o'ziga alohida e'tibor bersanglar, mana shu devorimizda mana o'rtada bizda mana shunaqa kompozitsiya ishlangan. Bu yoq tarafimizda, mana o'ng tarafimizda bizda tosh oyna qilib ishlangan. Xuddi shuni simmetrishni chap tarafga ham oldik biz. Yana boyidagi skryty invisible eshigimiz bor. Bu eshikdan bo'lsa biz mana shunaqa bolalar yotoqxonasiga kirishimiz mumkin. Xo'p, yotoqxonamiz juda ham keng, shinam, ranglarini ko'rib turibsizlar, ham o'g'il bolaga, ham qiz bolaga mos tushadigan qilib ishlangan. Alohida ikkita bola uchun yotib dam oladigan zonasi va o'rtada mana shunaqa dars qilish uchun sharoitlari hammasi mo'ljallangan. O'ng tarafiga bo'lsa, bu oyoq tarafiga biz bolalar uchun alohida shkaf ham mo'ljallab ketganmiz. Endi yana bitta qiziq tarafi bor. Bu pardani orqasida bizda mehmonlarning zali joylashgan. Ya'ni bu yerda biz parda bilan yopib qo'ysak, bu yerda bolalar uchun yotoqxona borligini hech kim bilmaydi. O'zbekchilikda alohida mehmonlar uchun eng keng, eng to'rdan bo'lgan joy ajratib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Bu xonadonda ham aynan shunaqa joyimizga kirib keldik, o'rtoqlar. Xo'p, bu tarafimizda mana mexki mebellar bilan mana shunaqa lipninalarimizni chiroyli kompozitsiya qilib qo'shib ketganmiz. Bundan tashqari 8 kishi uchun alohida stol muhayyo. Orqada kunduz kuni ko'rinadi, chiroyli bitlarimiz, manzaralarimiz bor. Eng qiziq joyi, ham e'tibor beringlar. Shu loft eshigimizni aynan shu hashamatdor eshikni dizayniga mos qilib ishlangan. Bundan tashqari aynan mana shunaqa hashamatdor dizaynli pano bilan berkitilgan. Ya'ni bu beka o'tirgan paytda mehmonlarimizni uncha-munchaga farqiga bormaydi, o'rtoqlar. Buni nimaga bu yoqqa qilganmiz? Sababi bor. Buni ham alohida erkaklar uchun bu yerda mehmon kutishimiz mumkin. Bu yoq tarafida bo'lsa, alohida ayollarimiz uchun mehmon kutishimiz mumkin bo'ladi.
eng hashamatdor xonamizda eng hashamatli mana shunaqa Onyx toshlardan ishlatib qo'yganmiz. Televizorimiz uchun alohida eksklyuziv pano ishlaganmiz. Ya'ni kim mana bu joylarni bukilib chiqishlari, hamma narsa orqadagi mana bu tarolarni hammasini tagidan ishladik-da. Yana ham arzonroq bo'lishi uchun bu albatta va orqasiga mana oldi tarafiga mana shunaqa Onyxdan foydalanganmiz. Ikkita tarafida bo'lsa, buni ikkita qanotida mana yana bizning alohida servantlarimiz bor. Bu ham hammasi vstoyniy yasalgan holatda. Hamma podsetkalari, hamma narsalari ishlatib qo'yilgan. Juda ham chiroyli. Mana boyiga haligi yotoqxonamizning oynasi. Yotoqxonamiz bolalar yotoqxonasi kun kirmasdan, umuman shoboda bo'lmasdan qolib ketmasligi uchun majbur bo'lganmiz mana masjidga shunaqa oyna qilishga. Lekin bitgan holatda ko'rib turibsizlar, bu yana ham joziba qo'shgan bo'lsa qo'shganki, umuman haligi kamomatchilik bo'lmayapti. Xo'p, bu sanuzimizdan ham patologiyaga alohida e'tibor bersanglar bo'ladi. Ayniqsa mehmonlar kirgan paytda, ya'ni uyingizga begona odam kirgan paytda bunaqa patologni shunchaki sanuzilda ko'rib, ayniqsa lol qolishi aniq. Xonadonimizda ayniqsa patolog qismlari mana shunaqa boy ko'rinishda ishlangan, lekin bizani firmani alohida bitta prinsipi bor. Bu ham bo'lsa, ya'ni kim butun uy bitta urinda bo'lishi kerak. Bu nima degani? Ya'ni kim bir joyda spalniyada sal mundoroq, zalda sal kuchliroq bo'lsin degani emas. Ya'ni kim hamma butun detalizatsiya bitta oqimda bo'lishi kerak. Bu xonadonimizda ham aynan shunaqa stilda ushlashga harakat qildik. Bu uslublar uyg'unlashuvini biz aynan mana shu xonani o'zida ko'rishimiz mumkin. Ya'ni kim bir yoq tarafimizni shunaqa neoklassika stilda tiagalar bilan ishlangan bo'lsa, mana bu yoq tarafimizni hozir bu eshikning orqasida bizda kattalar yotoqxonasi bor va bu yotoqxona qanaqa bo'lishini hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganinglardek, bu kattalar yotoqxonasi ham ayniqsa o'zgacha fayzli qilib ishlangan va buni o'ziga xos jihatlari ham bor. Bulardan birinchisi ayniqsa mana shu tosh oynali shkafimiz desa bo'ladi. Bu garderob hisobida ham ketadi. Ham xonamizni keng qilib ko'rsatib turibdi. Bundan tashqari bunaqa shkafdan bizda ikkita, ya'ni kim erkaklar uchun alohida, bu yoq tarafda ayollarimiz uchun alohida mana shunaqa oynali shkaflar mo'ljallab qo'yganmiz. Asosiy yotoqxonamizga e'tibor beradigan bo'lsanglar, bu aynan uy egalari rohatlanib, maza qilib dam olishi uchun ayniqsa qulay qilib mo'ljallangan. Ko'rayotgan bo'lsanglar, 2 kishi uchun alohida king size kravatimiz bor. Bundan tashqari har bitta erkak ayol uchun alohida tumbasini ham mo'ljallab qo'yib ketganmiz. Juda ham qulay. Kravatimizning orqasidagi mana shu kompozitsiyaga e'tibor beringlar. Ataylabdan mana shunaqa dumaloq shakldagi tergalar bilan boyitganmiz. Buni manba haligi dumaloq patologimizga boylash uchun qilingan hammasi. Mana shu joy ayniqsa ayollarimiz uchun rosa qulay bo'lgan joy. Make-up zona ayollarimiz uchun pardoz burchaga desak ham bo'ladi. Juda ham chiroyli, mana shunaqa dizaynda o'ylab ketganmiz. E'tibor bering, imенно mana shu burchak joylarga videoning oxirida nimaga bunaqaligini ham aytib ketaman. Yana bitta invisible eshigimiz bor. Bu eshikdan biza alohida sanuzul kirishimiz mumkin bo'ladi. Kattalar yotoqxonasi uchun обязательно sanuzul mo'ljallab ketish kerak. Bu sanuzulimizga alohida dush kabina, alohida unitaz va alohida rakvina sig'dirganmiz. Bundan tashqari dizaynni ko'rishingiz mumkin, shunaqa hashamatdor bo'lib chiqqan. Yana bitta e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa, imенно mana shu alyumin profilli skrytey eshigimizga mana shunaqa devor bilan bir xil kafillar yopishtirganmiz. Bizda keyingi xona zerikib qolmayapsizlarmi? Albatta like bosib, kommentariy yozib keting. Bu yog'i bundan ham qiziqarli. Bizga eng qiziq bo'lgan mana shu ayollarimizni burchagi hisoblanadi. Oshxona. Bu oshxonamizni kengligini qaranglar, o'rtoqlar. Alohida o'tirib ovqatlanadigan joy. Mana bitta alohida astrovokimiz bor. Bu astrovokda xohlasangiz go'sht maydalang, xohlasangiz xamir yoying, maza qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bundan tashqari e'tibor bering, mana bitta bizda alohida skrytey xolodilnikimiz bor. O'zini alohida morozinligi ham bor. Morozinlik kamerasi. Bundan tashqari mana shu hamma texnikamizni bitta panelda ichiga sig'dirganmiz. Bu ham rosa chiroyli, qulay. Uning ustiga
mana bu yerda bemalol ishlatishimiz mumkin bo'lgan moyka va gaz plita joylashgan. Ko'rasizlar, fasadi skrytiy bo'lib turibdi, lekin tagida buni o'zini alohida vechkasi bor. Xavotir olmanglar, hid tashqariga chiqmaydi. Xonadonimizning eng qiziq tarixlaridan bittasi bu uni narxi bo'lgan. Ya'niki 113 kvadrat metrlik mana shu xonadonimizni bor yo'g'i 80 ming, 85 ming dollar atrofida savdolashib olingan. Buni eng katta sababi bo'lsa, kvartiramizni burchak holatda joylashgan, ya'ni ko'p joylari qiyitim bo'lgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Aynan shu yerda ham bekordan bekor mana shu avtorovkamizni 3 burchak shaklida emas. Uy o'zi qiyitim bo'lgan. Eski egalari bu uy bilan nima qilishni bilmasdan ko'tarasiga sotib yuborishdi keyin. Biz nima qildik? O'ylab, ko'rib, chiqib, planirovkalarini to'g'irlab, mana shunaqa go'zal, jonon xonadonga keltirdik. Bu xonadonimizni ta'mirlash paytidagi ba'zi bir nyuansli, kamchilik, xatolar to'g'risida gapiradigan bo'lsam, buni eng katta sababi mijozimiz bilan bizni nadzorga, ya'ni dizaynerskiy, avtorskiy nadzorga, mualliflik nazoratiga kelishmaganimiz. Bundan tashqari mijozimizni o'sha oxiriga borib, haligi puldan sarf qilganliklari ham sabab bo'ldi desak bo'ladi. Nadzorda kelishmaganimizning eng katta minuslaridan bittasi, eng ko'rinadigan joylar mana shu eshigimizning tepasidagi stiklarga e'tibor beringlar. Bu stikka oddiy, prosta shunchaki mana tagidan xuddi plint hisobida qilib ketishimiz mumkin edi. Bu listlarimizni Eger Agata listlaridan bo'lgan tayyor, bilamiz. Buni balandligi bizning eshigimizning balandligidan past, ya'ni 270. Hop, bizning eshigimizning balandligi 3 metr bo'lgan. Shu narsalar haligi nadzor yo'qligidan, ya'niki doimiy shu anaqani loyihani nazorat qilib, uni kuzatib bormaslikli natijasida bo'lgan deb men hisoblayman. Bundan tashqari, ayni qurilish paytida qilinishi kerak bo'lgan xatoliklardan bittasi shu loyihamizda mana shu ikkita ko'rib turgan dekorativ devorlarimizni imенно glyansoviy покрытие bilan, ya'ni yaltiroq qoplama bilan qoplanish kerak, lak sepilish kerak edi. Bu narsa ham o'sha aynan mualliflik nazorati yuritilmaganligi natijasida qolib ketgan deb hisoblayman. Agar siz ham proyekt loyiha qilayotgan bo'lsangiz, обязательно albatta shu mualliflik nazoratini qo'shib oling. Kimga chizdirishingizdan qat'iy nazar. Bundan tashqari, mana yana bu именно mana shu devorimizning o'zini tarixi bor. Bu devorimizning orqasi bo'shda guluxoy. Narigi tarafi bo'lsa ikkinchi taraf. U yog'i majburlikdan yerda kolonna o'sib chiqqanligi hisobiga yo to'ldirilgan. Bu yog'iga bo'lsa biza haliga buni shuviladigan qilib orqasiga skrytiy seyf yoki deb polkalar mo'ljallab ketmoqchi edik. Mana nazorat yo'qligi natijasida shu narsa ham hatmay bo'lgan. Xo'p, hojatxonada o'tirgan paytingizda sizga doim haligi gigiyenitskiy dush yordam berishi aniq. Ko'rib turibsizlar, mana gigiyenitskiy dush mo'ljallab qo'yib ketganmiz. Lekin orqadagi mana bu mebelga nisbatan mana yaqinroqdan ko'rsatishingiz mumkin. Mashta 2-3 santimetrga farq qilganligi uchun majbur mashta bundoq kesib qo'yib ketilingan. Bu ham o'sha nazorat yo'qligidan. Iltimos sizlardan dizayn zakaz qildingizmi? Yo'q, yaxshi prorab bilan ishlang yokida zo'r bitta dizaynni qurilishi ketma-ketligini tushunadigan nazoratchi qo'ying. Agar sizlarga shu xonadon va bizga tayyorlagan video yoqqan bo'lsa, albatta bizga obuna bo'lib qo'ying, chunki oldinda bundan ham qiziq proyektlarni sizlarga ko'rsatib boramiz. Aytgancha, videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldirib ketinglar. Albatta bu bizani qilayotgan mehnatga sizlar berayotgan baho bo'ladi. Farqi yo'q. Yaxshi, yomon, ichingizdan o'tgan gapni yozaveringlar. Albatta bu tekin.